Всем здравствуйте, меня зовут Зарина, и сегодня у нас в гостях основатель бренда Самкам Тимураке Озода. Спасибо, что согласились прийти и принять участие в нашем интервью. Хотим немножко представить вас нашим зрителям. Скажите, пожалуйста, кто вы и чем вы занимаетесь? Да, здравствуйте, Зарина. Спасибо большое за приглашение. Мы основатели бренда Самкам. Меня зовут Тимур и моя жена Озода. Очень приятно. Спасибо, что согласились принять участие в нашем интервью. Сегодня у меня есть несколько вопросов, которые я хочу вам задать по поводу основания вашего бизнеса. И если вы готовы, мы можем приступить к вопросам. Я буду задавать вопросы как на русском, так и на узбекском языке, поэтому мы можем говорить на двух языках. Тимураке Озода, студиямizga tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Bizani auditoriyamiz bilan o'zingizgina tanishtirib o'tsangiz. Men Vahobova Ozoda, Samkam brendining основатели bo'laman. Mana bugun sizlarga beradigan bir nechta savolim bor, brendingizga tegishli. Tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Birinchi savolim oilaviy qadriyatlar va yo'lning boshlanishi haqida savol bo'ladi. Bolalar modasi sohasida oilaviy biznes yaratish g'oyasi qanday paydo bo'ldi? Buni biz boshida o'zimizning korxonamizni ochmasdan oldin Chorsida o'zimizning do'konimiz bo'lardi. O'sha paytlarda donaga savdo qilardik. Avsahiydan, Optimdan mol olib, Chorsiga olib kelib, donaga savdo qilardik, sotardik. U paytlarda import kiyimlar juda ham qimmat bo'lardi. 200 ming, 250 ming bitta ko'ylakchalar shunaqa bo'lardi. Keyin yana uni ustiga Avsahiyga borib yana shuni olaman desam, u yerda tugab qolgan bo'lardi, yo'q bo'lardi, tegini topib bo'lmasdi. Keyin shunda adamizga yetganman. Adasi, bitta sex ochaylik, sex ochib bering. Shunaqa kiyimlarni o'zim tikaman, o'zim yarataman. Shunaqangi chiroyli kiyimlar yaratayki, o'sha hech kimda yo'q, ham arzon, ham undan ham zo'r qilib o'zim tikaman. Sex ochib bering deb ulardan so'raganman. Ham ayollarga ishchi o'rin bo'ladi, ishchi o'rin yaratamiz. Keyin o'zimizdan o'zbeklarni boy qilaylik, o'zimiz ochaylik, tekstil deganman. Shundan keyin adamiz bo'ldi, ochib beraman deganlar. Sen eploliysanmi deganman-da, shu bu yog'ini eplasang men ochish muammo emas. Misol uchun ochib beraman deganman. Shuni eplayman, men buni eplayman, o'zim ko'zim yetyapti. Har xil kiyimchalar chiqaraman, modellar chiqaraman, menga ochib bering deganman. Shuni ochganmiz. Bu narsa 2012-yil biz boshlaganmiz. 10 yildan oshdi. Birinchi bo'lib shu o'zimizni hovlimizdan ochganmiz. Ikkita xona ajratib, 5 ta mashinka sotib olganmiz. Shu 5 ta ishchi ishlagan. Shundan boshlaganmiz. Juda ham yaxshi. Bizda shu 4 ta chevar, bitta bichiqchi edi. Biz qo'yani er-xotin upakovщик ham, dazmolchi ham, qo'yani hammasi o'zimiz qo'yganmiz. Shunaqa keyin sekin klientimiz ko'paygandan keyin savdomiz o'shanda ikkita mashinka qilib ko'paytirib, ikkita ishchi ko'paytirib, 100 taga chiqarganmiz ishchilarimizni. Ikkinchi savolga o'tamiz. O'zingiz korxonangizni nima uchun Samkam deb nomlagansiz? Buni tagida nima yotadi? Bu o'zimizning korxonamizni Samkam nomlaganimizning sababi, o'zim boshida ochganimda o'zim havas qilardim. Lamborghini tarixini o'qiganman-da, Lamborghini boshida traktor chiqazgan, hozir mashinalari bor. Shuni tarixini, brendini o'qiganman. Ferruccio, u ham o'zi shunaqa talantli bola bo'lgan, o'zi shunaqangi ochganda, o'zi ochib, avlodiga shuni meni orqamdan shu nomim qoladi degan maqsadda shu bola ochgan. Xuddi shu menda ham shunaqa narsa tuyg'u bo'lganda, ochgan paytimda meni ham kelajak avlodimga, o'zimizdan keyingi qoladi, shu tekstilim katta rivojlantirib yuboraman, butun dunyoga tanitaman. Как вам Chanel, Gucci'lardagi, shu Lamborghini'dagi bo'lib qoladi degan maqsadda. O'sha paytda ikkita farzandimiz bo'lgan, ikkita qizimiz. Ularning nomini qo'yganman. Samira, Kamila. Shuning uchun Samkam deb qo'ygansiz. Samira, Kamila. Qizlaringizga Samkam, Samira, Kamila. Juda ham yaxshi. 3-savolga o'tamiz bo'lmasam. Loyihangiz oddiy biznesdan ko'ra kattaroq narsaga aylanganini qachon anglab yetdingiz? Bilganmisiz shu darajali katta bo'lishini oldindan? Boshidan bu korxonamni ochayotgan paytimizda qandaydir men ichimda bu narsa tuyg'uyim bo'lganda, meni bu orzularim bor edi. O'zimni korxonamni kelajak avlodimga qoldirish. Ichimdan chuvstuvich qilganman-da bu narsani.
shu maqsadim bo'lgan. Mani maqsadim o'zimni brendimni butun dunyoga tanitishlik. Mendan keyin ham o'zimizdan bizning kelajak avlodimga korxonamni qolishlik. Nimagadir bu nima maqsadim bo'lgan. Oldindan bu narsa ochayotganimdan bu narsani o'ylab ochganman. Oddiy biznes pul topish uchun mayli shu paytda deb emas. Men nimagadir o'sha paytda ham shuni o'ylaganman. Boshlayotgan paytingizda o'sha oldindan maqsad qo'ygansiz. Maqsadim bo'lgan. Shunaqa maqsadim bo'lgan. Boshlagan paytimdan menda maqsad bo'lgan. Men ham o'zimdan qo'shimcha qilib ketsam, misol uchun endi o'sha turmushga chiqmasdan oldin aytib beradi-yu endi hayotini nima bo'lganini. Shu bu 18 yoshda maktabni bitirib, misol uchun o'qishga kirib, дополнительный o'sha Farg'onada Kabul Tex ishga kirgan. Endi o'sha paytlar misol uchun ish kam bo'lgan, endi o'sha qiyinchilik zamonlar bo'lgan. O'shanda buni misol uchun joy yo'q bo'lgan ekanda, juda ham odam ko'pligidan buni farrosh qilib olishgan. Shunga ham rozi bo'lganda 18 yoshimda maktab 18 yoshda o'sha ubojisi bo'lgan. O'shandan 20 yoshgacha 2 yil ichida butun o'sha sexni misol uchun anaqa boshqaruvchisigacha ko'tarilgan. Lider bo'lganman. Yo'q, 2 yil ichida, 2 oyda уже men 2 oymi, 1,5 oyda meni Shvabradan olib stanokka qo'ygan. Endi ularda shunaqangi chaqqonish sezishganda ular. Ular ekan shunaqa qobiliyatimni bilishgan ekan. Shvabradan olib stanokka qo'ygan, stanokdan olib zvinovoy qilgan, zvinovoydan lider. Shunaqa qilib keyin davom etganman. Qobiliyatini men ham bilganim uchun sexni Alhamdulillah. ochib berganman. O'zimga ham qiziq bo'lib ketadi hozir eshitish. To'g'risi. Ozoda, ishinglarni boshlayotgan paytingizda qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelganmisizlar? O'sha qiyinchiliklarni qanaqa qilib yengib o'tgansizlar? Qiyinchiliklar osonlikcha bo'lmagan, biznesni boshlashimiz bar osonlikcha bo'lmagan, o'zimiz bilamiz. Boshida ochgan paytimizda 3 ta mashinka, 5 ta mashinka bilan ochgan bo'lsak, 3 ta chevar, 2 ta averlog. 3 ta chevarimiz bo'lgan. Shundan ochgan bo'lsak, shu qizlarni tikkan kiyimlarini optimga olib chiqib savdo qilardik biz. To'rda ketardik, optimga xotin birga ketardik. Birga ketardik, to'rda borib, joyimiz ham bo'lmagan u paytda, joy olishga pulimiz bo'lmagan. Tashqarida hammadan so'rardik, iltimos qilardik. Joylarda sotib olsak maylimi, joylarda sotib olsak maylimi deb narsamizni ko'tarib yurardik boshida. Xil mahsulotimiz bo'lgan. Avvalib ko'tarib yurardik. Sotsak maylimi deb. Gohi bir xilgilari itargan paytlari bo'lgan. U paytda yig'lamsirab anaqa keladi, shunaqa bo'lganmiz qiyinchiliklar. Shunaqa qilib yurib 1 oymi shunaqa savdo qilganmiz. Keyin o'sha o'rgatib, molimizni olib ketgan odamlarga yoqib, yana kelishgan. Shunaqa qilib keyin joy olganmiz tashqaridan xotin joy olib. Shunaqa 1 yilda keyin 3 ta ishchimizni 30 ta ishchiga aylantirganmiz. Keyin do'kon olganmiz. Shunaqa bo'lib o'xshab ketgan. Shunaqa qilib qiyinchilikni xotin birga yengganmiz. Yana u ish yana qo'shsak, endi qiyinchiliklardan shu uyqusizlik, endi uyqudan voz kechganmiz. Kuniga 3-4 soat uxlardik. Keyin farzandlarimiz yosh edi, oyimlar endi uyda oyimlar qarardilar. Kechasi 12 da qaytardik, bolalarimiz uxlab yotibdi. Ertalab yana 4 da chiqib ketib, 4 da ishga chiqib ketardik. Hali uyg'onmagan bo'lardi. Shunaqa qilib haftalab ham bolalarimizni ko'rmagan kunlarimiz ham bo'lgan. Endi qiyinchiliklar yana qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Yengib o'tadigan? Hammasini yengib o'tganmiz. Yengib o'tganmiz, birgalashib ishlaganmiz. Upakovkani kechasi yana optimdan kelib, 5 dan keyin xotin upakovka qilardik, pachkalardik, mollarni dazmol qilardik. U paytda yana lishni ishchi olishga pulimiz bo'lmagan, xotin o'zimiz qilib yurib, shunaqa qiyinchiliklarni birga yengamiz. Qiyinchiliklar bo'lgan, bo'ladi ham. Eng asosiysi bir-biringlarni qo'llab-quvvatlaganinglar. Shuni bilinib turibdi. Keyingi savolim, hamma narsani tashlab ketmoqchi bo'lgan paytlaringiz bo'lganmi? Va o'sha paytlar tashlab ketmoqchi bo'lgan paytlaringiz sizga kim yordam bergan va kim qo'llab-quvvatlagan? Shunaqa odamlaringiz bo'lganmi oldingizda? Shunaqa paytlar bo'lganki, charchaysiz ishdan, mana qiyinchiliklardan, ishdan charchaysizda, gohida yetib qolaman de adamizga. Adasi bo'ldi, charchadim, boshqa ishlamayman, kuchim yo'q. Bitta ayol jonimga menga nima kerak, qornim to'ymaydimi? Meni vazifam sizni xizmatingizni qilish, farzandlarni tarbiyalash, shu yozilgan bo'lsa, men shunga javob beraman. Bo'ldi, ishlamayman, charchadim deb qolaman. Gohida desam, keyin adamiz yetib qoladilar.
bir misol keltiradilar. Qamariddin domla aytganlar, esimda qolgan. Yarador qushga bitta qush kelib ovqat yedirib ketar ekan. O'sha yarador qushni ham rizqini berguvchi Alloh. Och qolmaysan, bilaman. O'sha yarador qush bo'lmagin, qo'limizdan keladi. Bizni berguvchi qo'llardan bo'laylik deb menga har doim motivatsiya beradilar. Shuni o'zimga shior qilib olganman. Shuning uchun berguvchi qo'llardan qilsin maylim deb yana kuchga to'lib, ishga berilib ishlab ketaman. Timur aka, bo'lmasam sizga ham xuddi shu savolni bermoqchiman. Ozoda hozir menga aytib o'tdilar, что siz har doim qo'llab-quvvatlaysiz, motivatsiya berib turasiz. Sizda ham menimcha qiyin bo'lgan paytlaringiz bo'lib turadi, charchab ketgan paytlaringiz bo'ladi. Sizga kim yordam beradi shu payt? Bo'ladi, обязательно hammada ham bo'ladi. Biz er-xotin kelishib olganmiz. Mani настроением bo'lmasa, menda qiyinchiliklar bo'lsa, bu menga qarash kerak, bu meni настроениемni ko'tarish kerak. Balans ushlab turasiz. Balans ushlab turamiz. Unda bu xafa bo'lgan payt men o'zimni majburlab bo'lsa ham buni kuldirishga, tinchitishga, ovutishga harakat qilaman. Menda shunaqa jahl chiqqan bir paytlar endi hammada bo'lsa kerak. Unda u paytlar ayolim meni qo'llab-quvvatlaydi. Bir-biringlarni qo'llab-quvvatlab kelasizlar. Вроде хорошо идет. Да. Честно говоря, o'zim ham ilhomlanib ketaman sizlarga qarab. Biz ham er-xotin shunaqa Bilinib turibdi, видно. Семейная женщина все равно другая. Да, другая. И hozir sizlarga qarab tezroq uyga borib kelyapti. O'zi hayot bari qiyinchiliklar ko'p bo'ladi. Oldingizda shunaqa odamingiz bo'lsa, hamma qiyinchiliklarga ahamiyat bermas ekansiz. Bo'lmasam, keyingi suhbatimiz ilhom va kelajak haqida bo'ladi. Shunga sizga beriladigan savolim, eng qiyin paytlarda sizga oldinga harakat qilish uchun kim yoki nima yordam berdi? Qiynalgan paytlarimda endi meni o'zimni ichimdan orzularim bor-da. Mana farzandlaringizni kelajagini o'ylar ekansiz. Kelajagini, ya'ni o'zimni maqsadim, oliy maqsadim bor. Shu maqsadlarimga yetishsam, shu menga kuch beradi. O'zimni aytdim-ku, o'zimni maqsadim bor. Brendimni butun dunyoga tanitishlik. O'zimdan keyin korxonamni nomini qoldirish, farzandlarim davom ettir. Shularni o'ylab, shular menga kuch beradi. Dalshi yana davom etaman shu ishimda. Shu menga ilhom beradi. Hammani orzusiga yetish boshqacha-ku baribir, hamma xohlaydi. Shular menga ilhom beradi. Shularni o'ylasam, yana ishlagim kelib ketadi. Hammani shu o'zini niyati bor. Misol uchun niyati endi shunaqa narsa borki, oddiy niyat qilib o'tiraversangiz, olma pish og'zimga tushsa, u narsa bo'lmaydi. Intilish kerak, harakat qilish kerak. Shuni o'ylab bir to'xtalish bo'lib qoladi hammada ham. Bir savdo bo'lmay qoladi, bir оборотga pul yetishmay qoladi. Shunaqa paytlar ham bir to'xtalish bo'lganda, yo'q, o'zimga o'zim, o'zingni bos, sen kuchlisan, sen hamma narsani uddalaysan deb yana davom etaman. Shu o'zim bilan o'zim menimcha gaplashib, o'zimdan o'zim ilhomlanaman. Samkam brendi tarixidagi yodingizda qolgan lahzalar bormi? Va ular haqida ozgina gapirib o'tsangiz. Bor, esimda qolgan bir voqea bor, adasi esingizda bo'lsa, men har doim eslataman sizga har doim bu narsani. Bu o'zimizga foyda ham keltirgan, shuning uchun esimdan chiqmaydi bu kun. O'sha paytlarda biz 30 ta ishchiga chiqadigan paytimizda ishchilarimizni 30 ta ishchi bilan ham sig'may qolganmiz-da uyga. Kattalashib, yana ham ko'payib ketganmiz. Ishi bo'lyapti, ketyapti. Keyin 30 ta sig'may qolib, biz to'plagan pulimiz bor edi. Shuni 50 ta qilamiz degan maqsadda biz 20 sotik yer olsak, o'tga tekstil qursak, quramiz. Uyga sig'mayapmiz-ku, alohida tekstil quramiz, o'sha kattalashdik degan maqsad qildik. Joy qidirishni boshladik. Bir kun adasi ko'chadan kelyaptilar. Kelyaptilar-da, ozod joy topdim. 20 sotik emasdi, salkam 1 gektar deyaptilar menga. Qanaqa joy ekan, xursand bo'lib ketdim. O'sha paytlarda o'g'limga, 3-farzandimga, o'g'limga homilador edim. 8 oylik qornimda farzandim bor edi. Adamiz meni olib ketdilar o'sha joy ko'rsatishga. Olib bordilar-da. Shunaqa bordik, borib ko'rsam, u joy tashlandiq, musorka bo'lib yotibdi. Ko'rib bo'lmaydi-da, endi menga yoqmagan u joy. Keyin voy adasi, nima qilyapsiz? Meni qayerga olib ketyapsiz?
man bu joyga pul tikmayman. Endi biza sherimiz-ku. Man bu joyga pul tikmayman. Mani ko'zim yetmayapti bu yerda rivojlantirib yuborishga. Men bu yerga pul tikmayman deb men xohlamaganman. Shunda adamiz aytganlar, baribir men aytganimni qilmaganlar. Biza oilamizda adamimizda tavakkalchilar-da. Tez rishat chiqib yuboradilar. Tavakkal rishat chiqib yuborganlar meni gapimga quloq solmasdan. Keyin yaxshi ham shunaqa qilgan ekanlar. Hozirgi kunda 1 yildan keyin o'tib biz rivojlantirib yubordik. Hozirgi kunda 1000 ta ishchi ishlatadigan joyimiz bor. Ishchilarimiz hozir 100 tachaga yaqin. Joyimiz katta. Kelajakda yana kengaysa imkoniyatlarimiz bor. Juda ham katta joyimiz. Bizga foyda keltirgan. Shuning uchun bu kun meni hech qachon esimdan chiqmaydi. Ko'p eslayman bularga xursand bo'lganimdan. Yaxshi ham shu joy olgan ekansiz deb aytib qo'yaman-da. Oldindan katta javob qo'yganinglar ham katta plus bo'ladi motivatsiya orqali. O'sha payt 2014-yil bo'lyapti bu narsa. 2012 boshlagan bo'lsa, 2 yil o'tganda o'sha. O'sha payt birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov shunaqa qaror chiqarganlarda, o'sha tashlandiq joylarni tadbirkorlarga 0 balansda berilsin deb. Shartlari bo'lgan. Shu shartlarni bajarsangiz, u yoqni obod qilib, misol uchun xaroba tashlandiq joylarni obod qilib, ishchi kuch yaratib, shuni bizga qo'yib bergan usloviya. Shularni uddalaganmiz. Hammasini 3 yil mobaynida hamma narsani uddalab, 3 yildan keyin to'liq o'zimizni tasarrufimizga o'tgan o'sha korxona. Ozoda, men sizga hozir bitta o'zimga ham qiziq bo'lgan savol bermoqchiman. Kam mahsulotlaringiz o'zingizning konkurentlaringizdan nima bilan ajralib turishini va sotib oluvchilarni nima bilan jalb qilishini bizga aytib bersangiz. Men odatim o'zi qila olmaydigan ishlarni yaxshi ko'raman. Qiyin ishlarni desam ham bo'ladi, qiyin ishlarni. Biroq qila olmaydigan ishlarni, kimdir qila olmaydigan ishlarni yaxshi ko'raman qilishni. Men narsalarim qiyin, neobычный, chiroyli narsalar tikaman. Chokiga, hamma narsasiga e'tibor beraman. Yana hech kimda yo'q narsani qilishni yaxshi ko'raman. Masalan, bozorlarda ko'p narsalar sotiladi-ku, men ularga qarayman, nimadir ko'pchilik tikib yuborsa, men uni tikkim kelmaydi. Yo'q narsalarni yaxshi ko'raman qilishni, neobычный. Ana shuning uchun meni klientlarim bilishadi, Ozodada neobычный narsalar bo'ladi, chiroyli narsalar bo'ladi. Yana har doim yengillik kiritaman. Bitta narsani повтор qilavermayman. Tez yengillik kiritaman. Shuning uchun men klientlarim meni o'zlari alohida bilishadi, klientlarim oladiganlar o'zligisi. Ozodada chiroyli narsalar bo'ladi deb menga kelishadi. Endi odamni o'zidan ko'ra sostarini qaragan odam ko'proq biladi. Savdo susagan payti sekin uzoqdan ahamiyat berib yuraman. Birinchi o'zini qo'yarga joy topa olmaydi, siqiladi, qiynaladi, nasreniyasi bo'lmaydi. Qanaqasiga bo'lsa ham nasreniyasini ko'tara olmay yuramiz. Keyin ilhom keladi. Ilhom keladi, mana shu qo'lni shimarib ishga tushib ketadi, bo'ldi, tamom. Har xil yengilliklar chiqarib tashlayman shu paytda. Shu bilan to'ldirib tashlayman. Chiroyli kiyimchalar chiqaraman, vyborlar chiqaraman, o'zim o'ylayman deb plan qilaman, nima qilsam ekan, chiroyli kiyimlar qilaman, vybor to'ldirib tashlayman, keyin yana savdoga kirishib ketamiz. O'zingiz baribir qo'lingiz tegishi kerak ekan O'sha ilhom kelgan payt har kuni kechqurun endi menga birinchi bo'lib ko'rsatadi-ku. Misol uchun har kuni 2-3 ta model yaratib tashlaydi. Bo'lmasam keyingi savollar shu motivatsiya haqida gaplashib o'tamiz. 12 yildan ortiq ishlab kelayotgan ekansizlar. O'zingizlarning brendinglar bor, lekin nima uchun bugungi kungacha o'zingizlarning brendinglarni rivojlantirib, ommaga chiqarmagansizlar? Misol uchun to'g'ri savol. Shunaqa katta ob'yominglar bor, lekin misol uchun mana biz ham eshitmaganmiz Samkam brendi borligini, o'zingizlarning tovaringlarni, ko'ylaginglarni, chiqarayotgan mahsulotlaringlarni ko'rdik. Juda ham chiroyli ko'ylakchalar. Mana uni ham qizim bor, o'zim ham olgan ekanman. Sotib olgan ekanman sizlarning ko'ylaklarni, lekin o'sha Samkam brendi chiqarganini men bilmaganman. Bozorga borganman, juda ham ko'p ko'rganman shu ko'ylaklarni, qizimga ham olib beraman, lekin imенно shu Samkam brendi chiqarayotgan haqida bilmaganman. To'g'ri savol berdingiz. Bu savolingizga bizani ochganimizga 12 yil bo'libdi. Shuncha yilcha biz Absahiyda savdo qilaveribmiz. Savdo bo'lyapti-ku, klientlarimizga sotyapmiz-ku. Ichida 12 yil vaqt o'tkazib qo'yibmiz. Men o'zimga o'zim uverin bo'lardim. Meni molim chiroyli,
zo'r, har doim moling yaxshi bo'lsa tanilasan degan menda qandaydir uveren bo'lardim. Lekin adashgan ekanman. Men buni tushundim. Keyin adamizga yetdim. 24-yil oxirlarida adasi eksportga chiqaylik, bir yo'lini topib eksportga ham chiqsak, shu maqsadimga erishish yo'lida eksportga chiqsak, Qozog'istonga, chet ellarga eksport qilsak, hamma bizani taniydi deb bular bilan maslahatlashdim. Keyin internet titishni boshladim. Internet titsam, u yerda ko'rib qoldim. Anvar aka Abduqayyumov, bilasiz-ku, o'yinchoqchi bilasiz, ekanlar, asoschisi. Ularning klublariga yozildim. Undan oldin ko'p klublarni ko'rdim-da, bu o'zbek klubi juda ham yoqdi. Menga to'g'ri kelgan tomonlari eksportga olib chiqish yo'llarini o'rgatar ekanlar. Xuddi bizga o'xshab ishlab chiqarishchi ular ham shundan boshlaganlar. Shunaqa ekanlar. Men o'zimni brendimni rivojlantirish yo'lida yo'l yo'riq ko'rsatar ekanlar, o'rgatar ekanlar. Shular menga yoqdi. Anvar aka Qayyumov o'zbek klublari menga yoqdi-da, bularga a'zo bo'ldim. Mana 2 oy bo'lgan bo'lsa, o'zimda juda ham katta taassurotlar, yaxshi eta olaman, ko'p narsani o'rgandim. O'zim ustimda ishlashni, birinchidan o'zimga ishonish, to'g'ri maqsad qo'yish. To'g'ri maqsad qo'yishni, to'g'ri aytyapsiz, to'g'ri maqsad qo'yishni, o'zimni orzularim, maqsadimni yo'lini 12 yil yo'qotib qo'ygan ekanman. Mana shu yo'limni topishimga Anvar aka Abduqayyumov menga yo'l ko'rsatib yubordilar. O'zbek klubiga a'zo bo'lganim menga yo'l ko'rsatyaptilar. Shu yo'lga meni tushirib qo'ydilar. Shu yo'lda yo'lingizni topa olmasangiz qanaqa bo'ladi? Yo'lga tushirib qo'ysalar, maqsadingizga xudo xolasa tez yetib olasiz. Xuddi shunaqa menga Anvar aka Abduqayyumov yo'l ko'rsatdilar. Shuning uchun men o'zbek klubiga a'zo bo'lganimdan xursandman. Xudo xolasa 1 yillik a'zo bo'ldim. 1 yil ichida eksportga chiqish xudo xolasa niyatidaman. Xudo xolasa. Boshqatdan oilaviy biznesni boshlamoqchi bo'lgan oilalarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Oilaviy biznes ochmoqchi bo'lgan yoshlarga aytgan bo'lardim. Endi hamma o'zidan kelib chiqqan holda aytadi-ku, shundan. Agar bir-birlarini yaxshi tushunishsa, bir-birlarini qo'llab-quvvatlashsa, masalan, ne только ular er-xotin. Biz masalan oilada ne только er-xotin, biznes partnyormiz ham. Shuning uchun bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz, bir-birimizni tushunamiz. Ular men ularni tushunamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Masalan, bir xil oilalarda ayolida shunaqangi talantlar bo'ladi, eri qo'llab-quvvatlamaydi yoki naborot bo'lishi mumkin. Ana shunaqa hodisalar bo'lmasligi uchun bir-birlarini qo'llab-quvvatlagan holda, bir-birlarini tushungan holda bu ishni boshlasa, juda ham muvaffaqiyatga erishgan bo'lishardi. Yana shuni ham ayta olamanki, ayollarga eng yoqadigan tomoni, ikkala tomonni ham foydasi bitta cho'nchakka ketishadi. Hamma ayollarga yoqadigan tomonda. Keyingi savolim Ozoda sizga. Kelajakda siz va Samkam brendi oldida qanday maqsadlar va orzular turibdi? Kelajakdagi orzularim meni o'zim korxonamni butun dunyoga tanitishlik, Gucci, Chanel'larni hamma tanigandek, o'zimni brendimni ham Samkam brendini butun dunyoga tanitishlik, butun jahon bozorlarida meni tikkan kiyimlarim taniqli bo'lishini xohlayman. Timur aka, Ozoda, hamma savollarimizga javob oldik. Rahmat sizlarga, San studiyaga kelib intervyuda ishtirok etganingiz uchun. Интервьюimiz ham o'z yakuniga keldi. Хотим сказать спасибо нашим подписчикам, которые досмотрели наше интервью до конца. Подписывайтесь на нас. У нас еще будет очень много совместных проектов. Timur aka, Ozoda, sizlarga ham rahmat. Hammaga katta rahmat. Bizga podpiska bo'linglar, bizani qo'llab-quvvatlanglar.